Qiziq qilishni bo'lsangiz, men shunday xato ishni bosib o'tamiz. Aytgancha, Ixnis rasmiy sayt linki videosida kommentariyada bo'ladi. Bemalol link ustiga bosib rasmiy saytga o'tib olasiz. Xo'p, biz quyidagi sahifaga o'tamiz. Bu yerda biz qiladigan ishimiz tepada email manzilingiz degan joyga email manzilimizni, ya'ni Gmail manzilimizni kiritamiz. Va pastdagi parol degan joyga esa o'zimiz shaxsiy parol deb topamiz. Bu parol kamida bizda 8 tadan 15 tagacha belgi va kamida bitta katta raqam va kichik harflardan iborat bo'lishi kerak va kamida bitta raqam va kamida bitta maxsus belgi qatnashgan bo'lishi kerak parolimizda. Va bu yerda parol yaratib olganimizdan so'ng pastga tushamiz. Bu yerda hamkor kodi ixtiyoriy degan joy tugmasiga bosib, agar siz quyidagi kodni kiritsangiz, kelajakda yoki yoningizda ro'yxat o'tganingizdan so'ng ish boshlaganingizda deposit qilishdagi pulni yechib olishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Agar qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol menga bog'lanib, bu muammoni o'zimga qolmasdan hal qilishingiz mumkin va hammasini tekshirib bo'lgach, to'g'riligini tekshirib, pastdagi ro'yxatga o'tish tugmasiga bosib. Va ro'yxatga o'tish tugmasiga bosganimizda biz quyidagi saytga o'tib olamiz. Ya'ni bu yerda bizga qiladigan ishimiz Gmail manzilimizga 6 ta raqamdan iborat kod keladi. O'sha kodni bu yerga biz kiritamiz. Bu yerda mana biz kodni kiritib oldik. Xo'p, bu yerda keyingi qiladigan ishimiz esa bu telefon raqamimizni tasdiqlab olamiz. Buning uchun biz bu yerga telefon raqamimizni kirgizamiz va to'g'riligini tekshirib, pastdagi menga kod yuborilsin tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bizda bu yerda kod yuboriladi. Bizning Telegramimizga yoki shu raqamga ochilgan WhatsAppga bizga kod yuboriladi. Xo'p, bu yerda biz raqamni kirgizib oldik. Xo'p, bu yerda bizda aytib o'tganimdek kod Telegramga yoki bizning WhatsAppimizga kod yuboriladi. O'sha kodni bu yerga joylaymiz. Xo'p, bu yerda bizda kod keldi. Biz bu yerga kodni joylab olamiz. Xo'p, keyin ana yerda ko'pchilik SMS kod kelmaydi deydi. Aytib o'tganimdek, bu yerda SMS shu raqamga ochilgan Telegram yoki WhatsAppga yuboriladi yoki SMS tarzida ham yuborish mumkin. Lekin yuboriladi kod. Xo'p, bu yerda biz real hisob tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda esa Ixnis saytimizga, ya'ni shaxsiy kabinetimizga o'tib olamiz. Xo'p, bu yerda qiladigan ishimiz bu. Biz bu yerda verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Buning uchun profilni yakunlash tugmasini ustiga bosamiz. Bu yerda hoziroq yakunlang. Shu tugmani ustiga bosib, ma'lumotlarimizni qo'shib olamiz. Xo'p, bu yerda ism degan joyga biz ID kartamizdagi yoki pasportimizdagi ismimizni va bu yerga familiyamizni kirgizamiz. Va pastda esa tug'ilgan sanaga kun, oy va yilni joylaymiz. Va bu yerda tug'ilgan mamlakatingiz degan joyga O'zbekistonni kirgizamiz. O harfi bilan O'zbekiston. Va bu yerda jinsingizni belgilaysiz. Va pastda esa yashash manzilingizni qoldirasiz. Va hammasi to'g'riligini tekshirib bo'lgach, pastdagi davom etish tugmasini ustiga bosasiz. Xo'p, bu yerda keyingi qiladigan ishimiz bu Ixnis beradigan savollarga javob berib chiqishimiz kerak. Bu yerda xuddi men kabi bu yerda savollarga javob berishingiz mumkin. Va bu yerda savollarga javob berib bo'lgach, to'liq oxiridagi 3 ta joyga ptichka bosib, yuborish tugmasini ustiga bosamiz. Va xo'p, biz bu yerda shaxsimizni tasdiqlab oldik. Endi bu yerda biz verifikatsiya qilishni boshlaymiz. Buning uchun shaxsimizni hozir tasdiqlang tugmasiga bosamiz. Bu yerda ismingizni tekshiramiz. Ya'ni bu yerda ismingiz to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Bu yerga ismingizni kiritasiz va hujjatlarni yuklash tugmasiga ustiga bosasiz agar to'g'ri bo'lsa ismingiz. Ismingiz esa bu yerda ID karta yoki pasportdagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Katta harf bo'lsa katta harf yoki belgida bo'lsa belgida. Va bu yerda ptichkani ustiga bosib, hujjatni yuborish tugmasiga ustiga bosamiz. Va bu yerda davlatga O'zbekistonni tanlaymiz va bu yerda shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingizni tanlaysiz. Ya'ni bu yerda pasport, haydovchilik guvohnomasi va ID karta. O'zingizga munosibini bu yerda tanlab. Xo'p, pastga tushamiz. Bu yerda ID hujjatini suratga oling. Mana bu yerda biz to'g'ri usulda, xuddi mana shu aytib o'tgan usulda biz ID kartamizni rasmini yuboramiz. Birinchi oldin va orqa tarafini. Yonboshdagidek qiyshiq tushib qolmasligi kerak. Bu yerda hujjatlaringizni telefon orqali yordamida yuklashingiz mumkin. Va bu yerda ko'rib turganingizdek bu yerda hujjatning old tomonini, pastga esa orqa tomonini yuklab, hujjatni yuboramiz. Xo'p, bu yerda bizning oxirgi qiladigan ishimiz bu biz yashash joyimizni tasdiqlashimiz kerak. Buning uchun biz MyGov.uz ilovasiga yoki saytiga kirib olib, daniylarimizni kirgizamiz va bu yerdan yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani yuklab olib, Ixnisga oxirgi verifikatsiyaga yuklaymiz. Bu bizda bir uzog'i 5 yoki 10 minutda tasdiqlanadi va biz to'liq verifikatsiyadan o'tib